Assalomu alaykum, hurmatli aka-ukalar. Sotuvimizni qo'z qo'chqorlardan chiqqan. Bu yosh bir ukamizniki ekan bu. Ko'rib o'zingizlar sifatiga baho beraverasizlar. Puli ham yengil ekan. Bu qo'zlarimiz necha oylik? 7-8 oylik qo'z qo'chqor. 7-8 oylik qo'z qo'chqorlar ekan aka. O'zingizlar turishiga, sifatiga baho berib, ichida kasal-pasal unday narsa yo'q. Bular yeb ichish qanaqa aka? Ularning yeb ichishi udar. Yeb ichishlari udar qo'ylar ekan. O'zingizlar ko'rib, hammasi bosib qolgan dumma emas, hammasi bir tikka dummadan ekan. Yurishlarini qaranglar. Jonivorlar, mashallah. Qo'chqorlar ko'rib, o'zingizlar sifatiga baho beraverasizlar. Aka, bular hali yemlashli ekan-a? Aka, bularni hali yemlasa udar qo'chqorlar bo'ladi. Suyagi ham juda baquvvat qo'chqor ekan. Bular endi narxi arzon deb qo'ydik. Narxlari nech puldan aka? 4,5 milliondan kami bor. 4,5 milliondan kam bor ekan. Kam juda arzon narx aytdilar. 4,5 milliondan kam bor. Bemalol aloqaga chiqib savdosini qilaversanglar bo'ladi.